dengiz, orqada qo'shin. Musa alayhisalom nima dedi? Kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan birga. Albatta yo'l ko'rsatadi. Alloh yo'l ko'rsatdimi? Yo'l ko'rsatdi. Qaysi odam bolasining aqliga keladi mana shu yechim? Aytinglar. Dengizni bo'lgan kim? Alloh azza va jalla. Firavnni cho'ktirgan kim? Alloh subhanahu va taolo. An-Nasir bo'lgan Robbimiz. Firavn hamchi birodarlar ahmoq emas edi. Ras o'sha Misrda imperatorimiz-da, u ahmoq emas edi. Dengiz ikkiga bo'linganini ko'rdi. Banu Isroil o'tib ketdi. To'xtat tortini birodarlar. Jinni olgan ekan-da, shakil ketaverib. Yo'q, jinni olmagan. Bugun Alloh Firavnni halok qilishni xohladi. Otini to'xtatsa ham ot to'xtamadi. Ot